Bugun bozorda qovun juda ham ko'payib ketdi. Xaridor bilan dehqon bir-biriga qovunni ochishyaptimi bilmayman. Bugun sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashi qovun bozorida narx-navolarni tanishtirib o'tib ketaveramiz. Hop. Isuzularda ham o'sha qovunlar kelishdi, boshlabdi. Baribir o'zimizning jaydari qovunlarga yetmaydi. Xudo xolasa shakarpalaklar. Shakarpalak, xudo xolasa narx-navolarni sizlarga sekin tanishtiramiz. Xudo xolasa. Xo'p, oshqovoq ham bor ekan mana edi. Oshqovoqni ham so'raymiz hozir narxini. Assalomu alaykum. Nech pulda oldingiz? 2800 so'mdan 1 kilogramini oshqovoq olinibdi. Ko'kcha kimdan ko'kcha? Nech pul? 3300 kilogramga. 3300 so'm xudo xolasa. Bilolus qayerdan kelyapti? Jizzax qovunlari xudo xolasa. Mashalloh, juda zo'r. Xudo xolasa asosiylik bilan olib ketaveramiz. Qovoqlar 2800 so'mdan bo'pti. Ko'kchani mana ustida sotilganini so'raymiz. Nech puldan bo'ldi? 3300 so'mdan sotilibdi xudo xolasa. Qovoqlar ham xudo xolasa ko'payib qoldi. Oshqovoqlar ham ko'payib qoldi. Asosiylik bilan olib ketaveramiz. 2800 dan sotilibdi. Kecha 3.5 ming narx aytaytiruvdi. Xo'p, qovun bozori bugun bu tomonda bo'lyapti ekan, bu tomonda sal kamroq bo'lyapti ekan. Mana hammani pulini qiradigan ana mash bo'ladi. Chanqaganda oladi. Bugun nastroyenasi yo'q, savdosi yaxshi emas shekilli. Assalomu alaykum. Dehqonboy yaxshimisiz? Nech pul ekan shakarpalak, xudo xolasa? Dehqonboy qancha? Narx qancha bu zo'rini? 4000 kam bor ekan, xudo xolasa, zo'ri. Mana uni qaranglar. Mashalloh, juda zo'r. Qayerdiki bu? Oqqumdiki. Oqqumda shakarpalagiga yetadigani yo'q. Ta'mi bo'yicha ham. Bozor qancha qildi? 3200 qilinibdi, berilmabdi. Haqiqatdan ham. Oqqumdiki desa ko'pchilik biladi bizda. Chunki ta'mi ham boshqa. O'ta go'zal. Xo'p, 4000 narx aytyapti ekanlar, 3300 narx aytilyapti, berilmabdi xudo xolasa. Xo'p, tarpiyada bor ekan edi. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Nech pul ekan? Qancha Muzaffar aka? Meniki emas u, qaniki? Qani? Ana. Hamma qochib yuraveradi. Narxini aytsalar, bunasa bo'lmaydi. 4000 so'm ekan xudo xolasa. Shakarpalak zo'r. O, zo'ri. Nega gap? Yaxshimi? O, savdoni ko'ring bu ham. Qani? O. Bo'ladimi? 2 million 2 million berdim. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q. Qo'shadigan joyi yo'q. Qo'sh. Dilda, bitta qo'sh. Sotildi bu qo'l. Bor Nima birga berma. Ber. Endi men buni qarab turadigan bolamas. Endi asotga chiqib ketadi, aka. Barini berib. Beradi o'zi aytgani boshqa. Beradi. Boshida bergan degansan. 2 million qo'sh. Yo'q, hozir ya'ni buch bo'lsin 20 ham 15 ming. Turishida 2 million 100 ming ekan. Jon. Xolasa. Yeganiga berganlar yo'q. Qora qoshdi, yirigiga. Dangal 50 ming pul deb. Sotilma buni, xursandmisiz? 50 ming qo'shib bering, o'ltirmaydi. O'ltirmaydi, prosta do'ng bo'lyapti. Buning ichidan qancha chiqadi Xudo biladi. Tortilgan narsa bo'lsa-ki, kelasiga 100 so'm 200 so'm surib. Tortilmasam qarab ko'tarib sotiladi. 50 ming qo'shing o'ylayman jon aka. 2 million 100 ming pul beraman. Nima qilsaman qilaverasiz. 2 million 100 ming bo'lmaydi. Qo'shing suparni qo'shib bering. Bo'lmasa meni turaverdim. Bozorlarni ber. 40 ming pulga turishyapsan aka. Sen ko'rib turibsan qovundir. Ochiq qo'ydim bosilgan akani, yashab ochiq qo'ydim emas, rang sariq. Pulga arzon bergan, to'g'ri. Tanirovkasi bor-da, shunga qora ko'rinyapti. Ha, Instagramga chiqasizlar. Instagramga chiqadi. Bozorlarni bersin. Qo'shimdan 20 dan dindan yurib ketadi. Xudo xolasa 2 million 100 ming turishini qilishyapti. Aka yaxshimisiz? Charchabay. Nech pul ekan? Ash torcha to'g'ramdikimi? Bo'ldi. O, bozor ichiga kirib ketaveramiz. Qovun ko'p yeriga xudo xolasa. Hop. Sizdanmi nech pul? Ha? 3,5 jichaka ham bor ekan. Bozor qancha qildi? 32 qilibdi, berilmabdi xudo xolasa.
Xolasa bozori bo'lyapti. Xalaqit bermaymiz. Asta-sekinlik bilan olib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoshdan bir Charchamay. qovunchi mana Assalomu alaykum. Qovunni zo'rini olib chiqib qo'yibsiz, xudo xolasa. dada xo'jasi. Voy. Nech pul narxi? Shuni mana. Nimada boqqansizlar qovunda? Dehqonboy sizmi? Malades. Nech pul xudo xolasa dehqonboy? Endi har xil savdo bo'lyapti, bozor ekan. Qancha aytyapsiz? 4000 kami bor deyapti. 4000 kami bor. Gap yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa qovun yetishtirish oson emas. Malades. Xudo xolasa. So'rashyapti. Ey yashang. Bozor qancha qildi? Bozor do'ngiga berishdi. Do'ngiga qancha berishdi? 2 million 700 ming so'm berishdi. Xudo xolasa. Dehqon buvamizga qoyil, lekin ismingiz? Nishonboy. Nishonboy buvam, xudo xolasa. Dehqon buvamni qovunlarini bilmayman. Bozorda nomer 1. Buni qovun yetishtirib olish oson emas. Bozoringiz bersin, xudo xolasa. Yashang. Xo'p. Xo'p. Xudo xolasa asta sekinlik bilan. Mana yerda 3 ta Damas'ni bitta qilib madr qilishyapti. Yaxshimisizlar? Kimdan ekan bu? Voy, sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nech pul? 4000 kam bor. Muzdo ekan, ey, mashallah. Xudo xolasa. Bozor qancha qildi? 3200 so'm qildi. Berganingiz yo'q. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p. Deydi ham bitta qovun bor. Sotildimi bu? Endi savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti? Turishiga? Turishiga nech pul bo'lyapti? Turishini yetmayapti. 3,5 ming so'm degan ekan. 3 ming so'm qilib qo'ydi. Hali aytilgani yo'q aka. Mana endi ham savdosi bo'lyapti. Barakasi bormi aka? Sotilib qo'ygan aylanib oldingiz. Kelamiz bu yerga yana. Vali, fotodan qolganman. Dehqonboy qancha narx aytyapsiz? Qancha qilishyapti? 3,5 ming narx. Assalomu alaykum. 3,5 ming narx aytyapsiz. Qancha qilishyapti? 3 ming qilishyapti. Berganingiz yo'q. Biz pishib qopti. Yaqin. Siz beradigan bo'lib qolibsiz. Bozoringizni bersin. Xo'p, hurmatli akalar. Ana, men olma. Qovoq kimdan? Qovoq. Yaxshimisiz? Yashinish yo'q. Tonirovkan orqasidan ham olaman. Nech pul? To'sh, gaplash. Nech pul? Kecha ham olib chiqdingiz u. Qancha? 3,5 ming. Bozor qancha qildi? 28 qildi. Berganlari yo'q, xudo xolasa. Bozorda borgan sari dehqonlarni qo'yirib oladigan bo'lib ketyapman. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli akalar, bu joyda keladi. Bu yerda mol qovunlar bor, sizlarga mol qovunlarni olamiz, chorvadorlar uchun. Xudo xolasa. O, qovun novot qo'shib yaltirayapti. Mol qovun kimda? Nech pul? Nima gap? Mahramizmi? Qora turib, ha, keveraverchi, na. Yaxshimisan deb so'rashveraverchi. Nech pul? 400 ming. Turish 400 ming. Bozor qancha qildi? Yetib kelib turibsan. 400 ming so'm. Mahramizmi bu? Bilalus. Bilalus. Qizimsiz? Bu ham shunaqa qovunmi, xudo xolasa? Mendan. Nech pul? 400 ming kami bor. 400 ming kam bor. Nechinchisi bu? Bugungi berga ikkinchi reys. Ha, o'sha. Nechinchisi deydigan bo'lib qoldim-ku. Bugunga ikkinchi reys. Xudo birinchisini qancha sotdingiz? 320 mingga. 320 ga. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Ko'pchilik so'ragandi. Bir labosi 400 ming so'm, 320 ga sotilibdi. Akalar, faqat mol uchun emas, olib borib pishgan qovun yesa ham bo'ladiganlari bor, xudo xolasa. Qovoqlar 3,5 ming bo'lyapti, 2800 narx aytilyapti. Kesalaring mol qovunlar mana shu holatda, xudo xolasa. Xo'p. Bo'ldi. Qoldi. Xo'p. Kiraverish, salqinda mana shu yerda to'plab olanda qovunda, xudo xolasa. Choying nech puldan, ukajon? Gap yo'q. Yasha. Ko'kcha kimdan? Ko'kcha, kaltni berdim egasiga. Ko'kcha kimdan edi? Assalomu alaykum. Qanaqa yaxshisiz? Nech pul? 4000 kam bor deb. 4000 kami bor. Bozor qancha qildi? Beryapti. Do'ngiga. 1,8 ming beramiz.
Do'nga 1.800.000, kilogachi. 800.000. Kiloni bilmaymiz. Bo'laveradi. Do'ngiga ham sotilsin. Qaskan al bu. Bilolus. Kommentariyada kilo qaydan chiqdi deb yozib qo'yishyapti. To'g'rida ashi. Yo'q, bu Bozorda mana unga necha pul beradi? Ha. Kilo qaydan chiqdi deb yozib. ko'rmang beraverim aka. Ana. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Xudo xolasa. Mana buni sotdim. Qaysini sotdingiz? Mana shunimi? Nech puldan sotdingiz? 3400 da. Ammo savdoni yorib qo'yibsiz. Qovunam aka. Bo'ldi. Qovundan ko'ryapsizmi? Ideal. Maşallah. Juda zo'r. 3400 dan foydalanishga sotib berdim. 3400 ga. Ha, foydalanadi. 3400 dan mendan olganlar foydalanishga sotib berdim. Xolasa juda zo'r. Paykalda 3.5 ming mana. Paykalda 3.5 ming, bozorda 3400. Bozorda 3400 Ya, olib, gap yo'q. oshnalarda olganlarga berib. Ha qo'y qo'rada pul degani shu joyda, tan aka. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Yashang. Xudo xolasa. Yegan. Bozorlarni bersin. Qovun yegan. Chiqmadi. Voy azayt. Yaxshimsiz. Assalomu alaykum. Qanchamayapsiz? Sizlar yaxshimi? Yashang. Ha, do'stlar. Hammaga salom. Qovun bozori kelaveringlar. Qovun bozori yonyapti. Xudo xolasa zo'r. Bloger aka. Neyapti ayting bersin. Voh. Bo'ldimi? Hey, kela ashini sizdan so'radi. Ha. Yengil barakani yengil soting. 15 ming chiqami? Voy, o'rtasaga beraman shu. Yo'q, sizga dehqonchilik, menga tirikchilik. Nech pul aytyaptilar? Nech pul aytyapsiz? 1 million so'radi. Turishunimi? Ha, 1 million. Ya, men bu narsa deya olmayman. Zo'rmi? Juda go'zal. Ha. Olindi. Wow. Bu aeroport kimdan? Bugun chiqadi bu. Sotildimi? Nech pul? Ha, chiqadi, bugun chiqadi. Bugun aniq ko'radi. Aniq. Nech pul sotildi? Charchamayapsizmi? 34 dan berganlar. 34 dan berilgani yo'q. Maşallah. Ammo qovun durrak ana. 3400 dan berilmayapti ekan akalar. Narx qancha deyaptilar? 4000 kami bor deyilyapti ekan. Telefon raqamlarini aytib yuboring. Durini aytib yuboring. Mayli, baxtiyor ekan, nomerni aytib yuboring. Sizniki yo'qmi? Ha, bo'ldi. Xudo xolasa akalar, kun isiyapti, men ishga chizishim kerak. Urib ketish yo'q. Sizlarga qovun va tarvuz narxlarini tanishtirib o'tdik. Endi biz to'g'risiga ketdik. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar. Qanchaga? Yo'q, 1.5. Mana turishi 1.5 million sotildi. Peshanani o'rtasiga chertib olinibdi. Bo'laveradi, xudo xolasa. Xullas. Bozorimizga tashrif buyuraverasizlar. Qovoqlar ham, mol qovunlar ham, aeroport deysizlarmi, Obnovat deysizlarmi, Shakarpala deysizlarmi, Ko'kcha deysizlarmi, hammasidan bizning bozorimizda bor. Tashrif buyurib, bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Imkon darajada ertalab vaqtliroq kelsalaring, xudo xolasa qovun bozorini to'liq narx-navolaridan, ya'ni saralardan olishingizga xudo xolasa juda ham yaxshi vaqt bo'ladi. Xo'p, bizdan uzoqlashmaysizlar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar. Bilolizdan tarvuz qovun narxlari bo'ldi bugun. Xudo xolasa ikkalasini bitta qilib ham chiqarib ko'rdik. Endi o'sha ilgarigida 2 bo'lib sekin narx-navolarni chiqarib boraveramiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Rahmat hammaga.